Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 17 may 26-yil mana sinfdoshlarimiz bilan bir muchalimizni nishonlayapmiz. Mana hozirda mana bir 30 ta kishilar kelib qolishdi. O'zi bilan 90 ta edi 3 ta sinf bilan hisoblaganda. Endi shundan bir 8 talari o'tib ketishdi. Hozir 80 talari bor. Nasib bo'lsa qolganlari ham kelib qolishi mumkin. Mana do'stlarimiz, sinfdoshlarimiz juda ham bir xursand bu davraga qatnashganidan. Chunki ayrimlari 5 yil, 10 yillab ham bo'lyapti-da ko'rishmaganlariga. O'shani mana Norbek degan bir do'stimiz tashkillashtirdi bu davrani. Muchalimizni mana shu 3 ta parallel sinfda yig'ib, juda bir xursand hammalari. Mana shunaqa davralar har bir oilalar uchun kerak bo'lyapti, do'stlar uchun. Biz o'zimiz olmishga kiryapmiz. Shu yil yubileyimiz 5-marta qaytarishi muchalimizda. O'shani tashkillashtirdik. Mana bir 30 ga yaqin insonlar yig'ildi. Yana ham kelishyapti do'stlarimiz. Bular hozir barini yoshi olmishda, kimdir pensiyaga chiqdi, kimdir endi chiqyapti, kimdir chiqishga ulgurdi. Bironta bormi tilak bildiradigan? O'rtoq Mustafayev. Azamat bor. Qo'lga gapiradi. Mustafayev. Seni galereyang yo'q, Mustafayev. Tilaklarni bildiring. Hammaga assalomu alaykum, sinfdoshlar. Men ko'rgani hammalarni xursandman. Bugun A, B va sinflar o'tiribmiz. Mana yaxshi o'tiribmiz. Qolganlar ham kelyapti. Nasib bo'lsa zo'r bo'ladi bu yog'i Farg'ona tomon o'tguncha. Mana shunday o'tirishlar ko'paysin. Nasib bo'lsa 100 yoshlarimiz ham mana shunday o'tiraylik. Rahmat, rahmat. Mana shu o'tib ketgan sinfdoshlarimiz ham oxiratlari obod bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin. Farzandlari sog' bo'lsin. Qolganlarga Xudoyim umr bersin, sog'lig'imizni bersin. Farzand, nabiralar orzuvasini ko'rib yuraylik. Mana shunaqa o'tirishlarni tashkil qilgan odamlarga ham katta rahmat. Nasib. Sog' salomatlik uchun hamma bor. Rahmat, rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. O'tirgan o'rninlaringiz yo'qolmasin, doim sog' bo'linglar. Mana shunaqa davralarda kerak bo'lsa har bir oyda nishonlashni yo'lga qo'yib olaylik, nasib bo'lsa. Har bir kunimiz g'animat hozirda. Mana qizlarimiz hammasi yaxshi, sog' salomat. Mayli, e'tiborlariz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Davramiz bundan keyin ham yana davom etib boshlaydi. Mayli, rahmat.